Hech qanaqa rasxod qilmaysiz, faqat sotib olasiz va yashaydigan 3 xonali dom topib qo'ydim sizlar uchun. Manzil va narxini oxirida aytaman. Uyimiz maydoni 97 kvadrat metrni tashkil etadi. Hech qanaqa kredit to'lovi yo'q. Koridor, oshxona, hojatxona va dushdan tashqari 3 ta xonamiz bor. Hozir oshxonamizga bitta kirib ko'ramiz. Remontlariga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Oshxonamizga ko'rib turganingizdek hamma jihozlar qo'yilgan. Aristonlarga bitta e'tibor beramiz. Originallar qo'yilgan. Undan tashqari suv kelib turibdi. Semistitlarda ham eng yaxshilari qo'yilgan. Oshxona jihozi, kuxnya ham eng yaxshisi qo'yilgan. Bu tomonda kotyollar. Xullas, suvni ochganingizdan issiq suv kelib turibdi. Har bir xonaga paravoy отопление qo'yilgan. Oshxonamizda balkon ham bor. Balkondan mana shu manzarani ko'rasiz. Oshxonamiz yonida yana bitta xona bor. Eshiklarga alohida e'tibor beramiz. MDF eshiklar qo'yilgan. Zamonaviy eshiklar. Undan tashqari har bitta xona yevro remont bo'lgan. Bu xonamiz ham kattagina. Xohlasangiz yotoqxona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu tomonda hojatxonamiz, hamma joy kafel bilan o'ralgan, unitazlarni yaxshisi qo'yilgan. Undan tashqari suv kelib turibdi, rakovinalarni ham yaxshisi qo'yilgan. Dushimiz, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Issiq suv, sovuq suv kelib turibdi. Remontlar juda ham zo'r qilingan. Paravoy отопление ham bor. Eslatib o'tamiz, bu yerda hali hech kim yashamagan. Koridorimiz ham anchagina katta. Bu xonani bolalar xonasi qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu xonamizda yana bitta balkon bor. Xullas, balkondan mana shu manzarani ko'rasiz. Ko'rsatgan domimiz 4-qavatda joylashgan. Manzilni tushuntirib o'taman. Angor tumanidagi Dehqon bozoridan o'tgandan keyin Nurli maskan maktabini shundoq ro'parasida. Dom narxini 800 million so'm deyishyapti. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zingiz kelishasiz.